Hurmatli obunachilar, Kavrak biznesini qilib turgan aka-ukalarimiz, hozir juda ko'p podvoprosni masala bo'layapti. Nima? Olib keling yaqinroq, hozir bitta ko'chatni kesdik o'zimiz. Misol uchun hozir qayerga qo'ydik? Mana kesganimiz. Ana shu yo'q, bu keskanim emas. Deylik, hozir mana bunaqa holat bo'layapti-da. Mana chopilgan ko'chat masalasi bo'layapti hozir. Toshkentga ham bitta odamga jo'natdik. Hozir chopilgan ko'chat tutib ketadimi? Bu tutib ketadi. Bu tomiri boriga qaraganda juda ham dahshat tutib ketadi. Mana bunaqa bo'lib ketadi mana. Mana bular ham az obunachilar mana kesib ekilgan kavraklar. Buni alohida video ham qilganman mana. O'zi bu mana shu asosiy tomiri 3 dan 2 qismi asosiy tomiri mana sog'lom bo'lsa, mana shu 2 qismi. Bu yog'i bir qismi misol uchun uzilib ketadimi yoki xilvirab qoladimi, nima bo'lsa ham kesib tashlaysizlar. 2 qismi sog'lom bo'lsa, yonlaridan tomir chiqarib ketadi. Hozir mana sizlarga ko'rsataman, например, mana kesish. Mana tomiri mana shu joy endi buni az obunachilar har bittasi lalmi joydan daladan qozilyapti. Buni qozish azob birinchidan. Ikkinchidan har bitta mana shu sizlar sotib olayotgan niholni rabochilar har bittasini ishtikovoy lopatkada qozib bizga olib keladi. Ishchilarda. Endi qaranglar, buning uchun ko'chatni brak deb bo'lmaydi. O'sha uzilgan joyini mana oddiy qaychi bilan bitta kesasizlar, atrobotkaga bitta tekkizasizlar, bemalol ekaverasizlar. Mana bunaqaga o'xshagan tomir tukchalar buni tanasidan ko'p chiqadi. O'shani hisobiga bu joyi yara bo'lib bitadi. Bitgandan keyin bu yana ham kattalashadi. Qaytamga buni plus tarafi bu o'q tomir bo'ladi. O'q tomirimizni misol uchun o'q tomirda asosiy qismini kesib tashlasak, bu tezroq afg'oncha kattarib ketadi mana. Mana qarang, mana bunaqa yonlaridan tomir chiqib, o'sib kattarib ketadi. Mana endi buni keyin hozir misol uchun bu katta ko'chatlarda, mana katta ko'chatda ekish ham qiyin bo'ladi. Mana bu hozir syomka qilayotgan odam Surxondaryodan kelib tushunar ekan dehqonchilikda. Aka ismingiz nima? Farruh. Farruh aka, qayerdansiz? Muzrabotdan, Surxondaryo. Muzrabotdan. Mana buni deyapti, o'zi kesmasak ham bo'lmaydi. Agar kesmasak deyapti, buni har bittasini daraxtga o'xshatib, ishtikovoyda joy ochib, keyin ekishga to'g'ri keladi deyapti. Mana biz kesib taylaymiz mana. Hech qo'rqmanglar mana. Ko'ryapsizlar, zarar yo'q. Mana bu yerdan kessalaring ham bo'ladi mana. Asosiy mana bu borku, mana shu tana qolsa bo'ldi aziz obunachilar. Mana shu tana qolsa bo'ldi. Mana men o'zimni yerimga ekyapman. Mana ko'rsating. Farruh aka, mana bu yoqlarini ko'rsating, mana kesgan tomirlarimni. Ko'ryapsiz-a mana? Endi qarang, qancha joyini, qancha tomiri qancha katta bo'lgan, mana shularni kesib tashlaganman mana. Mana shuni hammasini o'zimni yerimga hozir ekishga tayyorlayapman. Buni hech qo'rqinchli tarafi yoki tutmaydi degan narsasi yo'q. Nahorat ko'chat yaxshi rivojlanishiga zo'r bo'ladi mana. Ekasiz, mana kesasiz, ekaverasiz mana. Ekishga qulay oson bo'ladi. Aziz obunachilar. Bo'ldi, shu mana bunaqa, misol uchun mana bunaqa xilvirab ketgan joyi bo'ladi. Endi buni qarang, ko'chat misol uchun 40-50 sm-ku. 40-50 sm buni qozish azob bo'ladi. O'shaning uchun misol uchun mana bunaqa joyi, xilviragan joyi, sizlar hech qo'rqmanglar. Mana yonidan qo'shimcha mana tanasidan tuklar chiqib tutib ketadi. Naborot, o'sha joyini bitta mana kesasizlar. Kesib tashlasizlar. Chiroyli kesib bitta atrobotni avtoga tekkizib bemalol ekaverasizlar. Bu